大家好，我是立威激光的一名海外生物工程师。此次服务型我们来到了乌兹别克斯坦。此次服务型的目的是为了安装一台3000瓦的板管一体，然后现在已经安装和调试完成。现在请跟随我的脚步去看一下。客户购买的是我们公司的一台3000瓦板管一体机，这款机器既能满足板材的加工，也能满足管材的加工。同时，占地面积更小，能够适应不同的客户现场，也为客户节省了不少空间。客户平时主要做一些金属零件的加工工作，切割的材料也主要以薄板为主，所以这一台设备完美匹配了客户的需求。接下来，我们看一下设备在客户现场的运行情况。Assalomu alaykum hammaga. Biz Xitoyning Molon Lazer kompaniyasidan ushbu lazer uskunasini sotib oldik. Bu lazer uskunasi 3 kilovatlik 3000 watt kuchlanishga ega. Bugun ushbu kunda mana shu lazerni to'liq o'rganishni tugatdik. Ertadan xudo xolasa yangi hafta boshida bu lazerda odatiy ish jarayonlarini boshlaymiz. Molon Lazer kompaniyasi eng yaxshi kompaniya. Rahmat.